Mana nasib bo'lsa Qoraqalpog'iston Respublikasiga qarab ketdi 500 kilo urug'. Az obunachilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznes kanalimizda doimiy kuzatib boruvchilar. Mana ko'rib turganlaring kavrak urug'lari bo'ladi. Nasib bo'lsa bugun sanamiz 4-oktyabr 2025-yil. Bu kavrak urug'larimiz hozir kilogrammi bu yerda 500 kilo. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasini Qilichboy degan joyiga ko'chat qilish uchun sepilyapti 3 gektar maydonga umumiy. Bu 3 gektarga sepilgandan keyin roppa-rosa 2 yildan keyin nasib bo'lsa, Allohning fazli karomati bilan rizq bersa Alloh o'sha Qoraqalpog'iston xalqiga, Xorazm xalqiga ko'chat qilib sotiladi. Rejamiz mana shunday. Bu yerda 500 kilo urug', hozir sababi urug'larni bu yerga nima sababdan to'kib, adbor qilib tozalayapmiz. Mana bunaqa shox shabbalari, musurlarini tozalayapmiz. Undan keyin ichida baribir dalada qo'shilib kelgan tosh, posh, tuproqlarini hammasini tozalab mana musurlarni mana bunday qilib tozalayapmiz-da, bularni musurga tashlaymiz. Toza urug'ning mag'zini Qoraqalpog'istonga dastavka qilamiz nasib bo'lsa. Akalar, ukalar, ko'chat borasida sizlarga bitta ma'lumot. Xudo xohlasa biz ertaga ko'chatlarimizga suv qo'yib boshlaymiz. Ana undan keyin 4 kunda yer suvlangandan keyin 4 kundan keyin tobiga keladi. 4 kundan keyin tobiga kelsa, nari beri 8-9 oktyabr bo'ladi. Inshaalloh boshlab yuboramiz ko'chat sezonimizni. Mana bunaqa musurlaridan tozalayapmiz. Akalar, ukalar, ko'chat hammaga o'zini yozilgan, berilgan zaklad pullari bo'yicha, navbati bo'yicha beriladi. Xudo xolasa 8-kundan ko'chatlarimizni bemalol sotuvga chiqaramiz. Akalar, ukalar, kimga sifatli kavrak urug'lar, sifatli ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 94 kodi bilan 522 1881 telefon nomeriga telefon qilasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shuncha musur chiqdi tozalangan urug'dan. Musur hammasi urug'larimiz mana Qoraqalpog'iston Respublikasiga ekiladi. Qilichboyga Xudo xolasa 500 kilogram 3 gektar maydonga ekamiz. 500 kiloni shunda qanchadan tushadi? 150-165 kilo atrofidan tushadi gektariga. Akalar, bu ko'chat uchun sepiladigan urug'larimiz. Ko'chat qilib sotamiz. Mana bular hammasi musurlar. Hozir endi bularni qoplarni hammasini og'zini yopib bog'laymiz. Musurlar.